70 santimetrcha chuqurlikni kovlasak, keyin asosiysi toshga tuproq aralashmasin. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Sement. Doston sementga borib kelmaysanmi? Yetmaydi bu sement. 2 qop, kamida 2 qop sement kerak hozir. Bu sementdan yetmaydi. Qani, nima qanday olib kelasan? Tezlat. Arend chaqir qilaman. Chaqir, faqat tezroq ulgurishimiz kerak. Yaxshi ham shu Arend bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, agentlik qayerga taksi? Ha, Boyqo'zi Mirzaahmedov ko'chasi 98-uyga. Zakazingiz qabul qilindi. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Ha? Tezroq bor, bo'l. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Stop, to'xtang. Shu kiyimda chiqmoqchimisiz aka? Ha, nima qildi? Bo'lmaydi aka, mashinam mo'lka qilingan mani. Hozir borib sement ham olib kelamiz. Pulingizni olasiz-ku, nima farqi bor sizga? Pulingiz ham kerak emas aka, men ekonom tarifda yuraman, siz dastlabki chaqirishingiz kerak edi. 5-10 ming qo'shib beraman. Yo'q aka, bo'lmaydi. Xulosa qilishga shoshilmang. Bunaqangi holat haydovchilar va mijozlar orasida tez uchrab turadi. Siz bu holatda qanday yo'l tutasiz, hurmatli haydovchi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.